Assalomu alaykum. Xo'p. Bular mana aka mana ventillari mana bu tomonga ochilaveradi. Mana bular yopiladi. Mana buni 220 ga siqib, mana buni bosib tursangiz, 220 da mana bu jajgalkalar chirillaydi mana. Chirillab iskiraveradi, keyin olov yonadi. Gazni ozgina ochib, keyin chirillaydi. Mana bir reshotkasi mana. Xohlasangiz mana ustiga chiqdan ko'rsataman. Mana ustida turibdi. Vashshi baquvvat bo'ldi. Xo'p, yana bitta tomoni mana bu qalin metall bo'lgan. Lekin mana bular turetskiy apok. Bu narsa juda og'ir narsa. Turetskiy apok mana. Hamma narsasi nadiyojniy bo'ldi. Mana pul bo'lib qo'ydi shu o'zini rasxoti ham. Endi gapni ochig'i bu katta prameshenniy gaz plitalarni kichkinargan varianti bo'ldi-da. Mana tagidagi teshiklari apok gaz tortish uchun. Mana bu narsa mana ulaveraverasiz gazingizda. Mana sariq biz proverka uchun uladik. Hozir polna proverka bo'ldi, hamma joyi bo'lgan. Mana ustidan ko'ring. Mana gaz apoklari ham qanchalik chetga qochgani. Chetga qanchalik qochgani. Mana yaqinlashtiraman bittasini. Apoki eng zo'ri mana bu 4 ta apoki zo'r bo'ldi, 4 ta ventili zo'r bo'ldi. Shuni metanga ulaysiz bo'ldi. 70 ga 70. Mana bu narsani ham qo'yib o'zingiz. Misol olindi. Qo'yaverasiz shamol qaytarishga. Bemalol. Assalomu alaykum. Aka, nerjavekalik. Mana nerjavekalari. Polnalar ustlari nerjaveka. Zaklevka bilan bo'ldi bu. Mana yo'lari, tellari ham o'sha qimmat teng, turetskiy teng. Tenchasi mana past qo'yilgan. Idishlari nerjaveka. Polna nerjaveka, taki ham mana nerjaveka. Bu ham nerjaveka. Bularni nerjaveka qo'yilgan. Konkretniy nerjaveka.